Assalomu alaykum. Sergeli yaxshi joydan bitta xonadonimiz sotuvga chiqdi. Lokatsiyalari ham juda chiroyli, juda yaxshi joyda. Bitta ko'rsatib o'tib ketaman. To'g'ridan kirib kelaverishimizda Chena House joylashgan. Chena House domlari. Bu yoq tarafda 300 metrdan keyin ikkinchi metro bekati, bu tarafda Dehqon bozor, bu domni orqa tarafida, bu yoq tarafda Sergeli mashina bozor. Juda lokatsiyasi zo'r joydan Sergeli 6 aldan xonadonimiz sotuvga chiqdi. Bu uyimizda 7 etajli novostroykani 3-qavatida joylashgan. Uyda ham reshotkalar qilib qo'yilgan, ko'rishinglar mumkin. Plashadkalari ham juda keng, qo'shnilari ham ahil, inoq, hammaligi ko'rishinglar mumkin. Qo'shnilar ham inoq, barisi sasda gaplashib qanaqa qilib o'tiribdi. Mashina qo'yishga parkovkalar ham bor, bemalol. Kamchilik aholi unaqa zin joylashmagan, magazin, hamma qulayliklar mavjud. Uyimizda ipotekaga berilmaydi, faqat naqdga sotiladi. Qiziqqanlar uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Narxlari bilan hamma narsani aytib o'tib ketaman. Uyimizda 7 etajli novostroykani 3-qavatida joylashgan, 50 metr kvadrat plus kladovkasi bor uyimizda. Eslatib o'tib ketaman. Uyimizga ham kirovli, kirushni shunaqa kalidor. Kirganimizda o'ng tarafda sanuzel ichmay joylashgan. Uyimiz aytgan lokatsiyasi ham yaxshi joyda. Uyimizda remonti sredniy holatda turibdi. Kosmetika qilib qo'yilgan. Endi o'zlaring uchun bemalol remont qildirib olsanglar bo'ladi. Bu yoq tarafda oshxonaga kirib ketaverish. Oshxonani bular kladovkaga chiqargan. Endi bu yoqdan qanaqadir o'tirib ovqatlanadigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Oshxonani ko'rsatib o'tib ketaman. Oshxona ham uncha tor bo'lmagan, lekin normallik qilib qo'yishibdi. Oshxonaga bilan chiroyli qilib qo'yishgan. Bu yoq zalimiz. Chiroyli zal, ixchamgina xonadon. Bu yoq tarafda spalni qilib qo'yilgan. Bu yoq mana shkaflari qoladi. Endi kerak bo'lsa chiqarib tashlashlar ham bo'ladi. Atak sostoyanalari ham yaxshi holatda turibdi. Domimizda anaqa qilingan, reshotkalar qilib qo'yilgan, oynalari. O'shuni mashina qo'yishga parkovka hamma narsaligi bor. Parkovkalarda muammo yo'q. Manzil ham, lokatsiya ham zo'r joyda. Sergeli 6 mashina bozoriga ham, Dehqon bozoriga ham juda qulay joylashgan lokatsiyada. Metroga ham chiqsa bir 300 metr chiqadi. Keling, Dehqon bozorida ham orqa tarafidagi novostroyka. Plashadkalari ham bor. Diski plashadkalari ham ko'rishinglar mumkin, juda yaxshi holatda novostroyka. Bu uyimizda ipotekaga chiqmaydi, faqat naqdga sotiladi. Qiziqqanlar uchun pastdan nomor qoldiraman, bemalol bog'lanishingiz mumkin. Bu uyimizning narxini 52.500 AQSh dollarida belgiladik. Yoqqan bo'lsa layklarni ham ayamay bosib qo'yishingiz mumkin. Bundan ham yaxshiroq, qiziqroq yangi variantlarimiz Telegram kanalda. Telegram kanal YouTube kanalimizning linkida qoldirilgan. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.